Nega biz yoshroq emas, kattaroq ko'rinamiz? Terning qarishi pasportdagi yosh emas. Bu deyarli har doim bir xil ssenariy bo'yicha ketadigan jarayonlar zanjiri. Va muammo shundayki, agar tizimli yondashuv bo'lmasa, o'zgarishlar sekin, lekin barqaror yig'ilib boradi. Shu bosqichda ko'pchilik bir xil xato qiladi. Terni sifatini tiklash o'rniga tashqi aksentni qo'sha boshlaydi. Lablar, kipriklar, tatuajlar, qalin, xira pigmentatsiya ter fonida yoshroq emas, balkim og'irroq ko'rsatadi. Anti-age aslida qayerdan boshlanadi? Haqiqiy anti-age kosmetolog kabinetidan boshlanmaydi. U butun organizm holatidan boshlanadi. Ovqatlanish, harakat, uyqu, stress darajasi. Bu shunchaki umumiy gaplar emas. Agar organizm yetishmovchilikda yashasa, teri buni birinchi bo'lib yuzda ko'rsatadi. Uyda nima qilsangiz bo'ladi? Agar uyda parvarish tartibsiz yoki agressiv bo'lsa, hech qaysi protsedura ishlamaydi. Muntazam yumshoq tozalash, ortiqcha narsalarni minimum, terning tinch holati bu asos. Agar siz o'zingizda shu qarish simptomlarini boshlayotganini sezgan bo'lsangiz, demak sizga allaqachon bizning konsultatsiya kerak. Ko'rikda biz qaysi protsedura kerakligini tanlaymiz, strategiya tuzamiz va biz sizni to'g'ridan to'g'ri natijaga olib boramiz.